Assalomu alaykum, qadrli do'stlarim, obunachilarim, omonmisiz? Bugun sizlarga o'rtmoqchi bo'lgan foydali video ma'lumotim hojatga borganda orqa teshikdan qon kelish sabablari va buning davosi to'g'risida bo'ladi. Asosan bu kasallik orqa teshik atrofi yorilsa, gemoroy tugunchalari yorilsa yoki yo'g'onchakda uyalliqlanish va yara bo'lsa, yo'g'onchakda o'simtalar o'sib chiqsa, yo'g'onchakda rak kasalligi bo'lsa kuzatiladi. Bu holatga oydinlik kiritish uchun doktor xirurgga, koloproktologga ko'rinishni tavsiya etaman. Agarda ko'rikdan so'ng vrach sizda orqa teshik atrofida kasallik topmasa, ya'ni yorilish yo'q bo'lsa, gemoroy yo'q bo'lsa, albatta sizga kolonoskopiya tekshiruvdan o'tishni tavsiya etishi lozim. Kolonoskopiyada to'g'ri ichakdan boshlab yo'g'onchakni barcha qismlarini ichidan ko'rib tekshirish mumkin. Ya'ni yallig'lanish bormi yo'qmi, yara bormi yo'qmi, o'simta bormi yo'qmi ko'rib aniqlash mumkin. Va shu yo'l bilan ham kolonoskopiya orqali davolash ham mumkin. Aziz do'stlarim, agar hojatga borganda orqa teshikdan qon kelish sababi anal yorilishi yoki gemoroy tugunchasining yorilishi bo'lsa, birinchi navbatda perevyaska qilish lozim. Ya'ni buning uchun levomikol yoki metiluracil mazlaridan foydalansangiz bo'ladi. Salfetkaga surtib, o'sha yorilgan joyga qo'yishingiz lozim. Ikkinchi navbatda shu asosiy sababchi bo'lgan gemoroyni davolash lozim. Buning uchun allergiyangiz bo'lmasa, Flebodia degan tabletkadan bir mahal 1 oy ichsangiz bo'ladi. Natalsid degan svechadan bir mahaldan 14 kungacha qo'ysangiz bo'ladi va albatta har kuni perevyaziya qilishingiz lozim bo'ladi. Aziz do'stlarim, albatta bu maz va dori svechalarni albatta analoglari mavjud. Agarda anal yorilish bo'lsa, yuqorida aytganimdek levomikol yoki metiluracil maz bilan perevyaziya qiling va ablepix svechani bir mahaldan har kun kechqurunda 14 kun davomida qo'ying. Aziz do'stlarim, agar siz kolonoskopiyadan o'tgan bo'lsangiz, ya'ni ichaklaringizni ichidan tekshirgan bo'lsangiz, o'simtalar topilgan bo'lsa, ulardan biopsiya olinishi shart va uning rezultatiga qarab, natijasiga qarab keyinchalik davolash usullari qo'llanilishi lozim. Hurmatli do'stlarim, avvalo tanajoningiz sog', omon bo'lsin. Savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lishingizni ham tavsiya etib qolaman.